Assalomu alaykum hammaga. Bugungi birinchi master klassimiz trading psixologiyasi. Va bunga o'tishdan oldin qisqacha bu kurs haqida ma'lumot bermoqchiman. Nimalar bu kurs ichiga master klassi qamrab oladi. Har hafta bir martadan video joylanib boradi YouTube ga va texnik analizni boshlaganimizdan keyin birinchi dars, ya'ni birinchi master klass trading psixologiyasi, ikkinchi dars risk management, riskni boshqarish va undan keyin biz texnik analizga o'tamiz va buni sabablarini birozdan keyin tushuntirib beraman. Qisqacha aytadigan bo'lsak, fundamental tushunchadan boshlaymiz. Texnik analizga o'tgandan keyin, ya'ni bu 3-master class haqida gapiryapman. Dow teoriyasi, 3 trendli market haqida gaplashamiz va undan tashqari market fazalari haqida, bu har bir trader bilishi kerak bo'lgan narsalar deb o'ylayman. Va undan keyin chart qonunlari, ya'ni grafik qonunlari haqida gaplashamiz ozgina. Va undan keyin candlesticklar, ya'ni shamdonlar haqida gaplashamiz. Va undan keyin shamdonlar bilan bo'ladigan formatsiyalarga o'tib, o'zim ishlatadigan ma'lum bir unaqa ko'p ham emas, shu shamdonlarni tushunchasini berib o'taman. Va undan keyin har bir trader, ya'ni bu trader oshnoni desa ham bo'ladi, support resistance, ya'ni kuchli support resistance qanaqa qilib mukammal darajada o'zlashtirish va qanaqa qilib ishlatish haqida gapiramiz. Support resistance o'zbekchasiga qo'llab-quvvatlovchi va qarshilik beruvchi o'sha zonalar. Undan keyin trendlar haqida va trend liniyalar haqida gaplashamiz detallicha. Keyin chart patternslarga o'tamiz. Bu chart patternslar ancha-muncha narsani o'z ichiga qamrab oladi. Buqa, ya'ni bullish patterns va bearish patterns, ya'ni buqa patternlar va ayu patternlar haqida gaplashamiz. Davom etuvchi patternlar haqida gaplashamiz. Bu shu ayiq va buqa patternlarning ichiga kiradi. Va undan keyin retracementlar, ya'ni pullbacklar haqida gaplashamiz. Undan keyin volumelar haqida, moving average, simple moving average va exponential, ya'ni EMA va SMA lar haqida gaplashamiz. Stop losslar haqida, keyin qanaqa qilib stop lossni oshirib borish, ya'ni trailing stop loss deyiladi. Va shular haqida gaplashamiz. Va shu dars o'rtasida momentum indikatorlari haqida ham gaplashamiz, chunki buning ichiga o'sha MACD, RSI, OBV va hokazo momentum indikatorlari kiradi. Va ya'ni mantiq hammasida 95% bir xil ishlaydi. Va shunaqa qilib darsimizni yakunlaymiz. Bu dars qancha olishdan qat'iy nazar, hammasi professional darajada noldan boshlanadi, ya'ni trade haqida shu hali aytganimdek fundamental tushunchadan boshlaymiz. Eng asosiysi trading psixologiyadan boshlashni ma'qul deb topdim. Va risk managementdan keyingi darsda har bir bu haqida o'sha hozirgi sanab o'tgan darsliklarimizni har bittasini yozib va haftaligi bo'lib beriladi. Bu hozir birinchi dars master class bo'lgani uchun qisqacha tanishtirib o'tdim. Va bugungi darsimizda trading psixologiyasi. Nima uchun darsni trading psixologiyasidan boshladim? Sababi, chunki trading 3 ustundan tashkil topgan bo'lib va trading psixologiyasi, risk management, riskni boshqarish va texnik analiz hisoblanadi. Trading psixologiyasi bu traderlarning eng kuchli ustuni hisoblanadi. Chunki trading psixologiyasi yoki risk managementsiz uchalovi bir-biriga juda ham bog'liq. Texnik analizsiz, ya'ni muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shu sababli men trading psixologiyasidan boshlashni ma'qul deb topdim, chunki eng kuchli ustuni deb aytdim, 60% ni tashkil qiladi. Bu karyerani agar haqiqatan ham karyera qurmoqchi bo'lsangiz va trading the risk management bu 20-25% ni tashkil qiladigan bo'lsa, undan keyin texnik analiz 15 va 20% ni tashkil qiladi. Agar 100% deb oladigan bo'lsak, 3 ga bo'ladigan bo'lsak. Shuning uchun trading psixologiyasi juda ham trader uchun eng kerakli bo'lgan ilm hisoblanadi va bunda bu darslarimizda aytib o'tganimdek, har bir dars o'sha boshlang'ichdan to yuqori darajadagi levellarni o'z ichiga qamrab oladi. Va bu darsimizni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik katta xato qiladi, ya'ni demo akkauntda ishlab. Men buni maslahat bermagan bo'lardim, o'sha 15 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda. Sababi, chunki erta haqiqatan ham sizda emotsiya bo'lmaganligi sababli katta pul qo'yishingiz shart emas. $100 bilan, $10 bilan boshlab turib, har bir stop lossingizni misol uchun 1, 2, 3 mana shunaqa stop losslarga bo'lib, erta yo'qotish bo'lish kerak. Erta haqiqatan ham o'sha emotsiya bo'lish kerak. Shuning uchun bu o'zimning tajribamdan kelib chiqib, atrofimda kelib chiqqan holatda demo akkauntda baribir %100 emotsiya bo'lmaganligi uchun vaqtingizni unaqa backtestlarga 100 ta, 200 tacha trade olib, demo akkauntda strategiyani ozgina shug'ullanib ko'rishingiz mumkin, lekin real pul qo'yishni men maslahat beraman har doim boshlashdan oldin. Va erta haqiqatan ham o'zingizni risk qanaqa boshqarishingiz
va qanaqa darajada psixologiyani yuritish, birozdan keyin bunga journaling ya'ni jurnal tutish bu haqida gaplashib o'tamiz. O'shaning uchun haqiqiy pul qo'yib, ozgina stop loss, ya'ni 50 sent, $1, $2 yo'qotadigan darajada qilib, shundan ishlab haqiqiy emotsiya marketda bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki yerda o'sha psixologiya rivojlanadi, qayerda nima xato qilinganini sarf hisobi olinadi va jurnal tutish natijasida bu narsalar yaqqol ko'zga ko'rinadi. Va bugungi darsimizda trading psixologiyasi, ya'ni master class 1 boshlaymiz. Tradingda aql va nafsni boshqarish san'ati. Bozor treyderlarga qarshi emas, u shunchaki treyderlarning ichki dunyosini aks ettiruvchi oyna hisoblanadi. Trading psixologiyasi bu treyderning ichki dushmanini yengishdadir. Psixologiya nima uchun muhim degan savolga javob beramiz. Bozor bu matematik haqiqat hisoblanib, ammo uni yengib bo'lmaydigan dushman emas. Treyderning eng katta dushmani o'zi hisoblanadi. Aniqrog'i emotsiyalar, ya'ni tradingga kirgan paytda yoki kirishdan oldingi bo'lgan emotsiyalar. Qo'rquv, ochko'zlik, intiqom, ya'ni revenge trading hisoblanadi. Shubha va keraksiz o'ziga bo'lgan 1-2 yutuqdan keyin ortiqcha ishonish hisoblanadi. Bu master klassda 3 bosqichda harakat qilamiz. Bozorning asl tabiatini tushunish, treyderning ichki psixologik to'siqlarini aniqlash, aql va nafsni qanaqa boshqarish haqida real usullarni ko'rib chiqamiz. Darsni boshlashdan oldin bu gold masalasiga to'xtalib o'tmoqchiman. O'tgan safar, ya'ni tanishtiruv qismida va'da berganimdek, bu trade'ga agar e'tibor beradigan bo'lsanglar, oxirgi obnovleniyasi update 21 aprelda shu yilda qilindi va oxirgi marta 6 avgust o'tgan yilda obnovleniya qilingan. O'sha $1990 breakout bo'lgandan keyin o'sha o'sishni boshladi tilla va hali oxiriga yetgani yo'q degan xabar qoldirganman. Va o'shandan keyin konsolidatsiya, bu trade tarixiga agar qaraydigan bo'lsanglar, borib bu 2023-yil aprelda boshlangan trade hisoblanadi va bu targetlarni dona-dona urib bergan. Bu trade'ga olishdan maqsad 2020dan beri boshlangan, o'sha avgustdan beri boshlangan konsolidatsiya 2023 oxirlari 2021 boshlari bilan buqa bozorga o'tishni boshladi va undan keyin o'sha 70% dan oshiq o'sib berdi va hali ham tilla davom etyapti. Ya'ni bu makro analiz hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, tarixi bilan qiziqadiganlar Twitter hisobimga kelib buni tekshirib olishi mumkin. Va S&P 500 taligi vaqt tejash uchun uni keyingi darslarimda ko'rsatib o'taman. Kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, kichkina time frame'larda ularni ham va altcoin'larni Twitter hisobimdan har doim berib boraman. Scalp bo'lsin, yo'qmasam swing trade bo'lsin, yo'qmasam ko'rganinglardaqa long term, ya'ni uzoq muddatli investment trade'lar bo'lsin, bu faqat Twitterda berib boriladi. Ana endi birinchi master klassimizda davom etamiz. Bozor bu haqiqat hisoblanadi. Bozor hech kimga qarshi emas, u shunchaki mavjud. Bu Mark Douglasga tegishli bo'lgan quote. Ko'pchilik treyderlar bozorga shaxsiy munosabat bilan yondashishadi. Bozor bugun menga qarshi ketdi yoki bo'lmasam whales, ya'ni kitlar meni stop lossimni olib, keyin men xohlagan yo'nalishda davom etdi. Ya'ni bu narsalar noto'g'ri narsa. Chunki sababi bozorni shaxsiylashtirish eng katta xato hisoblanadi. Bozor bu ehtimollarga tayyorlangan o'yin hisoblanadi, ya'ni probability games. Chunki u treyderlar istagi yoki xohish tajribasini hisobga olmaydi. Shuning uchun har bir pozitsiya bu ehtimoliy natija hisoblanadi, ya'ni g'alaba emas. Agardaki bozorga bunaqa nuqtai nazar bilan yondashadigan bo'lsangiz, siz ustunlik saqlab bilasiz bozorda qolish uchun. Agar treyder o'zini ehtimolga tayyorlamas ekan, mag'lubiyat treyder uchun ruhiy katastrofaga aylanishi tayin holat hisoblanadi. Va keyingisi ichki dushmanlar, o'sha qo'rquv, ochko'zlik, intiqom bu revenge trade hisoblanadi. Psixologik zaiflik treyderning eng mukammal strategiyasini ham foydasiz qiladi. Birinchisi qo'rquv haqida gaplashamiz. Treyderni harakatsiz qiladigan qo'rquv bu noma'lumlikni hissiy talqini hisoblanadi. Ya'ni siz xavotirda trade qilasiz, pozitsiyani erta yopasiz yoki ya'ni imkoniyatni boy berishdan qo'rqasiz. Bu fear of missing out, ya'ni bir narsadan quruq qolish hisoblanadi. Buni psixologik taraflari, ya'ni xavotirda trade qilish, yo'qsa pozitsiyani erta ochib, erta yopishli borib birinchi trade'da qilingan xatolar ikkinchi trade'ga, ikkinchisi uchinchiga ulanib ketaveradi va ozgina vaqt o'tgandan keyin bu hisobingizga zarar berganini yozgandan keyin, ya'ni koshelokka zarar yozgandan keyin keyingi trade'larni yaxshi quality, ya'ni yaxshi setuplarni olishingizga to'sqinlik qiladi. Natijada olishingiz kerak bo'lgan to'g'ri trade'larni olmaysiz, noto'g'ri trade'larni olib, ya'ni bu inson psixologiyasi shunga yo'l ochadi.
Chunki bu har bittamizni boshimizdan o'tgan narsa. Bu tanishtiruv qismida ham aytdim, 2 yil ozgina qiyinchilik bo'lgandi o'sha 2010-dan 12-yilgacha. Bu narsalar har bir atrofimda treyderlarni hayotidan kechadigan narsa. Yo'qotishdan keyin kunlab yoki bo'lmasam haftalab, yoki bo'lmasam ba'zi birlarda oylab treytlar ololmaydigan darajaga kelib qoladi. Bunaqa katta yo'qotish ham bo'lmaydi, lekin bu qanaqadir bu insonning o'ziga bog'liq, lekin bu to'sqinlik qiladi. O'sha sababli buni yechimlari trade faqat o'z strategiyasida bo'lgan ishonch bilan bu hissiyotni yengadi, ya'ni trader. Har bir risk avvaldan hisoblangan bo'lishi kerak. Ya'ni g'arbda bitta narsa bor. Plan the trade, trade the plan. Ya'ni trade'ga kirishdan oldin o'sha trade'ni plan qilgan, ya'ni planni chertyojini chizgan va o'sha trade bo'yicha harakat qilish kerak. Chunki o'shandagina inson biladi qancha stop lossi yo'qolishini, ya'ni stop lossda qancha yo'qotishini va hech qachon trade'ga hech qachon shunaqa yondashmang. Misol uchun trader eng katta xatosi trade'ga kirishdan oldin profitni o'ylab kirish. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Chunki bozor hali aytganimizdek hech narsaga bizga berishga do'jin emas. O'sha sababli bozor faqat bizdan oladi. Kelgan misol uchun pribul, ya'ni profit bu bonus hisoblanadi. O'shaning uchun agar strategiya joyida bo'ladigan bo'lsa, stop lossni qancha o'sha stop loss yeyishi agar stop bo'ladigan bo'lsa, bunga tayyor bo'lib kirish kerak. Agardiki siz ko'chaga chiqib ketib, yo'qsa oilangiz bilan bo'lib, telefonda bo'lib, laptop yopilganda, telefon yopilganda shu nimada trade qiladigan bo'lsangiz, hali ham trade chartdan uzilib qolgan paytda, ko'zingiz chartda bo'lmaganda, ya'ni grafikda bo'lmaganda, hali ham miya trade'da bo'ladigan bo'lsa, demakki, erta keragidan ortiqcha risk qilingan bo'ladi. Yo'qsa kechasi normalni uxlay olmasangiz, laptopni yopgandan keyin. Bu narsalarga e'tibor berish kerak, chunki bu agardiki tinchligingizni buzadigan bo'lsa, uyqungizni qochiradigan bo'lsa, demakki, erta haddan tashqari ozgina katta risk qilingan hisoblanadi. Ikkinchi faktor ochko'zlik, nafsning quli. Agar bitta tradedan 2x, 5x foyda oldim, nima uchun 10 yoki 100x emas degan narsa bilan agar yondashadigan bo'lsa, bu ya'ni risk management bilan bog'liq dars, keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Bu fikr tug'ilayotgan halokat hisoblanadi, ya'ni katastrofa trader uchun. O'tgan darsda time analiz haqida ozgina tushuncha berdim, qanaqa ishlashim haqida, vaqt analizi haqida. 2017-yilda misol uchun kripto haqida gaplashadigan bo'lsak, eng golden age, ya'ni oltin asr hisoblanardi. 2017, 20da ham ozgina buni ko'rdik va bu bull marketda unaqa kutilgan altcoinlar unaqa natija bermadi. Sabab har bir market o'zini saykli bilan bog'liq. Shuning uchun agar trade'da bunaqa ya'ni yondashiladigan bo'lsa, bu katta xato hisoblanadi. Ya'ni 2x qildim, 5x qildim portfolyomni, bundan keyin 10x, 100x. Bunaqa narsalar har doim ham bo'lavermaydi. Lekin consistency, ya'ni bu haqida barqarorlik, bu haqida birozdan keyin ya'ni gaplashib o'tamiz. Shuning uchun bunaqa yondashuv eng katta yondashuv hisoblanadi va uni yechimi foyda rejalashtirgandaqa olinish kerak bo'ladi. Agar trade'da qilinayotgan bo'lsa, bu invest haqida gaplashmaymiz. Swing trade yoki bo'lmasa scalping haqida gaplashyapmiz. Shu foydani joyida yechib olish, ya'ni profit taking bo'ladi. Misol uchun bitta trade'da 1 to, ya'ni 1 ga 3 risk to reward bu haqida gaplashib o'tamiz keyingi darsda. Agar shunaqa sistemada kiradigan bo'lsangiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi take profitlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi take profitda market strukturaga qarab profit olingandan keyin stop loss avtomatik break evenga, ya'ni kirgan joyingizga o'tkazib qo'yilish kerak. Agar market struktura to'g'ri keladigan bo'lsa, yo'qmasam odatda ikkinchi profit olingandan keyin darrov o'sha stop lossni break evenga o'tkazib qo'yish maslahat beriladi. Chunki agar bozor qarshi tarafga ketadigan bo'lsa, olgan foydangizni yoningizda qolish uchun. Va keyingi yechim har bir trade'ga kirish, chiqish va stop loss ssenariylari oldindan yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni oldindan rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Haliga plan the trade, trade the plan. Shuning uchun har bir kirishdan oldin nima uchun kirilayotganini bu jurnal haqida birozdan keyin gaplashib o'tamiz. Oldindan shu kirish, chiqish, ya'ni har bir profit taking va stop loss oldindan yozilib, o'zingiz bilishingiz kerak bu narsalarni. Bu reja asosida trade, eng yaxshi trade hisoblanadi. Uchinchisi intiqom, ya'ni revenge trade hisoblanadi. Bozorga g'azab bilan qaytish. Yutqizgandan keyin bu yo'qotishni qaytaraman, ya'ni pul yo'qotganimni qaytarib olaman bozordan. Ya'ni bozor hech kimga
biror narsa berishga должен emas. Shu sababli emotsional treyderlarga bozor har doim o'zining javobini bergan. Va buning yechimi har qanaqa yo'qotishdan keyin tanaffus eng ideal yechim hisoblanadi. Bir kundan 3 kungacha, balkim undan ozgina ko'proqdir. Bu tanaffus deyilgan, yo'qotish deyilgandan keyin siz mukammal darajada trading psixologiyasini bilib olgandan keyin, yaxshigina risk management sistema bo'lgandan keyin va texnik analizlarni yaxshi tushunib olgandan keyin bular o'sha tatbiq qilinadigan, ya'ni apply qilinadigan o'sha 1-3 kunlik kunliklarni aytilyapti. Lekin siz yangi bo'lib turib, pul yo'qotib, bu narsani 1-3 kunlik tanaffusdan keyin yana qaytib kelib yana yo'qotib, ya'ni bu faqat trader zarariga ishlaydigan omil hisoblanadi. O'shaning uchun bu narsani, bu sohani mukammal o'rgangandan keyin, ya'ni tabiiy holatda trader har bir trader yo'qotadi, chunki yaqinda bergan 2-3 kun oldin bergan MKR, ya'ni setupim Twitterda Bitcoin konsolidatsiyaga kirganda Twitterda aytdimki, bu yerdan chiqib turaman. Shu zonani pastga yuqoriga ketgandan keyin, buzgandan keyin kirishinglar mumkin degan narsani berdim. Ya'ni bu sizni pul yo'qotishdan saqlaydigan bir omil hisoblanadi. Agar yo'qotgandan keyin haqiqatan ham u psixologik jihatdan ta'sir qilinadigan bo'lsa, ozgina break, ya'ni tanaffus olish maslahat beriladi. Va undan keyin fikr yuritish va kuzatish, xatolarni analiz qilish bu professional harakat hisoblanadi. Chunki ko'pchilik, ya'ni 90% shu, bugun pul yo'qotdi, $10, $20, $100,000 qancha bo'ladigan bo'lsa ham xatolardan dars chiqarmaydi. Trader esdan chiqarmaydigan bitta narsa, agardaki haqiqiy real hayotda bir biznes qurmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uni noldan boshlab o'rganasiz. Joy oladigan bo'lsangiz, do'kon qurmoqchi bo'lib, va hokazo nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, shu joy to'g'ri keladimi, qancha bunga rasxod ketadi, ishchilarga qancha beraman, tovarni qanchadan olaman va qanchadan sotaman va soliqlar masalasi va hokazo. Bu xuddi o'sha masalaga qaragandek, treytda ham xuddi mana shunaqa narsaga qarash, xuddi mana shunaqa yo'nalishda qarash maslahat beraman va xatolar analizi, har bir stop lossingiz real hayotdagi biznes boshlaganingizda rasxodi bo'ladigan bo'lsa, bu marketda rasxodi stop lossingiz bo'ladi. O'shandan har bir safar jurnal tutish natijasida bu xatolarni, darslarni o'rganib olsangiz, o'shandagina foydali bo'ladi. Chunki pulni bekordan bekor yo'qotgan bo'lmaysiz yerda. Va o'sha xatoni keyingi safar takrorlamaydigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun foyda bo'ladi. Professional fikrlash. Kuchli treyderlar har treydda g'alaba qilishga urinmaydi. Har bir treyd bu zar o'yini hisoblanadi. Lekin professionallar bu o'yinda ustunlik bilan, ya'ni bu o'yinni ustunlik bilan o'ynaydi. Ustunlik, ya'ni edge haqida gaplashadigan bo'lsak, treydda shunaqa tizim bo'lish kerakki, 100 ta treyddan 40-60 tasi foydada bo'lish ehtimoli baland bo'lish kerak. Ya'ni 100 ta treyd qildingiz, o'rtalama 50. Ya'ni bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki har haftaning oxirida, oyi oxirida siz bozordan profit bilan chiqib ketasiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni shunaqa sistema bo'ladigan bo'lsa. Aytib o'tganimdek, buning uchun mukammal darajada treyder psixologiyasini o'nglab olgan bo'lish kerak. Bu narsani tushunib olish kerak. Ham o'zini psixologiya, ham bozor o'yinchilarining psixologiyasini va undan keyin risk management va undan keyin yaxshigina texnik analizga ega bo'lish kerak. O'shandagina 40 tadan 60 ta trade agar foydada bo'ladigan bo'lsa, 100 tadan, shu hali boshida aytib o'tgandek backtest natijasida va real pul qo'yish natijasida, endi boshlayotganda minimal pullar bilan kiring. Chunki agardaki siz $1, $2 bozorda qila olmasangiz, yo $10, $20, $100, $200 qila olmasangiz, $1000, $2000 hayotda qila olmaysiz. Yo masalan 5000, 10000 qilish iloji yo'q, ya'ni bu bozorda. Shuning uchun aqllilar nima qiladi? Kichkina pul bilan o'zini sistemasini oqlamasligini kichkina pul bilan sinaydi bozorda. Trader bu tizimga sadoqatli bilan qaraganda g'alaba statistik jihatdan trader tomonda bo'ladi. Va keyingi faktor aqlni tinchlantirish, Steinberger usuli hisoblanadi. Trader o'zini tushunmas ekan, bozorni tushuna olmaydi deb Brad Steinberger o'zini fikrini bergan va unga ko'ra bozor psixologik oyna hisoblanadi. Trader o'z zaifliklarini bozorda yaqqol ko'radi. Amaliy mashqlar har treyddan oldin trade 3 ta savolni o'ziga berish kerak bo'lgan savollar. Men bu pozitsiyani tizim asosida ochyapmanmi? Bugun hissiyotlarim qanaqa? Agar yo'qotish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni stop loss uradigan bo'lsa, qanaqa rejam bor? Nafaqat boyagi aytib o'tganimdek, kirish, stop loss va profit taking levellari va undan keyingi bo'ladigan reja ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni bu shaxmat o'yiniga hisoblanadi.
bu yurishdan keyin stop bo'ladigan bo'lsa nima qilaman? Yo bo'lmasa pribylga profit olganimdan keyin bu profitni qaysi coinga yo bo'lmasa qaysi assetga stopga qo'yaman degan narsalar bo'lish kerak. Yo bo'lmasa balkim bu menga yetadi. Ya'ni bugungi yopdim, yo bu haftamni yopdim. Keyingi hafta yangi varodan boshlayman degan narsalar bo'lish kerak. Va jurnal yuritish. Va buni men shart deb bilaman har bir trader uchun. Har bir tradedan keyin trader o'zini kuzatish kerak. Foyda emas, qaror sifati muhim bu o'yinda. Shuning uchun bu haqida ozgina gaplashib o'tadigan bo'lsak, jurnal yuritish haqida. Buni qo'lda ham yo bo'lmasa Excel faylda ham qilsanglar bo'ladi. Lekin yerda shu minimal ko'pchilik minimalga e'tibor beradi. Ya'ni kirish, chiqish, stop losslarni soati, kuni. Va bundan tashqari men shu narsani qo'shib aytib o'tmoqchiman. Balkim kelajakdagi darslarda bu narsa haqida Excel faylida kursda berishim mumkin. Bitta alohida shu hali aytib o'tgan kirish, chiqish, shu kunlardan tashqari, stop losslardan tashqari yozilgan datalardan tashqari bir alohida yana bir seksiya bo'lish kerak. Bu nima uchun bu trade'ga kirdim va psixologik jarayon qanaqa edi o'sha paytda va undan keyin yutib yutgandan keyin, yutqizgandan keyin qanaqa bo'ldi? Bu psixologiyaga tegishli bo'lgan qismi. Undan keyingi qismi risk management. Qancha risk qildim? Nima uchun buni risk qildim? Yana bitta qism ajratiladi, seksiya. U qaysi strategiyada kirilgani, ya'ni qaysi sistema bo'yicha. Chunki har bitta insonda bitta strategiya bo'lmaydi, kamida 1, 2, 3 ta bo'ladi. Unaqa ko'p strategiya ham kerak emas pul qilish uchun bozorda. Va o'sha strategiyalarni yozib, qaysi biri ishlayapti, qaysi biri qaysi bozor sharoitida ishlamasligini test o'shatda o'tadi. Chunki bozor 3 xil yo'nalishda bo'ladi. Buqa bozor, ayo bozor va konsolidatsiya. Konsolidatsiyaga kelgan paytda men har doim aytaman, haqiqiy trader konsolidatsiya anaqasida sinaladi, fazasida. Chunki yerda hammani kesishi boshlaydi bozor. Shuning uchun bu narsalarni yozib borsangiz o'zingizga foyda. Elektr darajasida fikrlash. Agar trader daromad istasa, unda tizim, ya'ni sistema bo'lishi kerak. Agar trader barqaror daromadni, ya'ni consistent har doim daromad qilishni istasa, unda aqliy ustunlik bo'lishi kerak bozorda boshqalarga nisbatan. Lekin trader oz sonli elitalar sifatida bo'lish xohlasa, ya'ni bu top 3-5% haqida gap ketyapti. Trader o'zini boshqarishni o'rganishi shart. Xulosa o'rinda bozor bu maktab hisoblanadi. Har trade bu trader haqida hikoya. Bu master klassdan keyin har bir trader o'zini bozordagi harakatlarini kuzatish kerak bo'ladi. Trade qilayotganda emas, balkim trade qilmasdan turib ustunlik bo'lish kerak. Intizom, kuzatish va hissiyot ustidan g'alaba bu elitalarning yo'li hisoblanadi. Savollaringlar bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Trader bozorda eng ko'p yengadigan yoki qiynaydigan hissiyot qaysi biri? Obuna bo'lish va like bosishni unutmanglar. Keyingi master klass risk management haqida. Eslatma o'rnida bozorni tushunish bu ilm, o'zingizni tushunish bu san'at, elita bo'lish bu intizom va sabrda yotadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar.